Kanada va Amerika boshchiligidagi BDTga a'zo 50 davlat 31-oktyabr kuni BDT umumiy kengashi 3-komiteti, ya'ni ijtimoiy, insonparvarlik va madaniyat komitetining yig'inida Uyg'urlar to'g'riliq o'rtaq bayonot e'lon qilib, sobiq BDT kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistonni muzokara qilishni qo'llaydiganligini bildirgan. Shundaqla Xitoyning atalmish Xinjiang dokladidagi tavsiyalarga amal qilishga chaqirgan. Bu davlatlar buning orqali Uyg'ur masalasini kishilik huquq kengashida muzokara qilish taklif loyihasi 16-oktyabr Xitoyni qo'llaydigan davlatlar tomonidan rad qilingandan keyinmi o'zlarining Uyg'urlar vaziyatiga bo'lgan andishalarining davomlashayotganligini ifodalagan. 31-oktyabr kuni 77-navbatlik BDT umumiy kengashi 3-komitetining 39-qitimliq yig'inida Kanadaning BDT'da turishliq bosh elchisi Robert Re Amerika, Angliya, Turkiya, Daniya, Albaniya, Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Yaponiya, Beliz, Bulgariya, Chexiya va Somali qatorliq 50 davlat imzo qo'yganligini bildirib, ularga vakolatan so'z qilib o'rtaq bayonotni o'qib o'tdi. Robert Re 3-komitetining yig'inda e'lon qilgan bayonotida kishilik huquq oliy komissari ishxonasining dokladidagi baholashning ig'irlik darajasini ko'zda tutib, Xitoyning bu dokladni muzokara qilishni izchil rad qilishidan andish qilayotganligini, Xitoy komitetini xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishga va kishilik huquq oliy komissari ishxonasining dokladidagi tavsiyalarini to'liq ijro qilishga chaqirganligini, Sharq Turkistondagi erkinlikdan xohlagancha mahrum qilingan barliq kishilarni qo'yib berishni, yo'qolib ketgan oila a'zolarining oqibati va izlarini jiddiy oydinlashtirishini, bexatar aloqalashish va oilasi bilan jam bo'lishga qulaylik yaratishini ta'kidlab, kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarning bu masalani eng tez vaqtda qayta muzokara qilishi va BDTning tekshirish mexanizmini qurib, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligidagi javobgarligini surishtirishning yo'llarini o'ylashini talab qilgan. 50 davlatning bayonoti darhol kishilik huquqni kuzatish tashkilotining qarshi elishiga erishgan. Yaqinda Sharq Turkistonning Cho'chak shahri Manas nohiyasidagi qozoq chorvachilari bir azobli sin ko'rinishini tarqitib, Xitoy doiralarining beqilg'u chorvalarga Xitoy virusini ayirish nol siyosatini qo'llanayotganligini bildirgan. Sin ko'rinishda necha 10 minglagan to'ga, ot, kala va qo'ylarni majburiy o't-cho'p yo'q, tar joylarga yo'tkigan. Hamda chorva egillarini majburiy karantinaga ilib, mallar egisiz qolgan ekan. 30-oktyabr kuni chet eldagi qozoq kishilik huquq tashkilotining qurg'uvchisi Serikjon Twitterda Xitoy doirlar minglagan qozoq xalqini majburiy nahiya markazidagi karantin o'rinlariga solab, chorvalarni cho'l va tog' etikiga yig'ilishga majburlaganligini, yem-xeshak to'shishiga yo'l qo'ymaganligini, hatto chorvalarni cho'ng o'tloqqa yo'tkashga yo'l qo'ymaganligini, buning bilan nurg'un chorvalarning ochlikdan, ussizlikdan, bo'rilar tarafidan va qiyodan yiqilib tushib o'layotganligini, asli keltirguli bo'lmaydigan iqtisodiy ziyon keltirib chiqarganligini degan. Erkin Asiya radiosi Cho'chak shahri yuqumning oldini olish markaziga telefon qilib, buning rostligini dalillagan ekan. Yana bir sin ko'rinishda Sharq Turkistonning ma'lum bir yerida Xitoy virus yuqumining oldini olish uchun chorvalarga alohida tikilgan maska taqab qo'ygan ekan. Xitoyning razil qabih Xitoy virusi harakatchan tozalash siyosati haddidan ziyod yuqumning oldini olish tadbirlari allaqachon insonlardan hayvonlargacha, hatto har xil buyumlargacha kengaygan. Sentabr oyida chet ellik mablag' solg'uvchilarning Xitoy xalq puliga sundirilgan zayomning setilishini yana tezlashtirgan. Hukumat sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, Xitoyning iqtisodiga bo'lgan mo'lchari va xalq puliga bo'lgan ko'z qarash davomli chet ellik mablag' solg'uvchilarni umidsizlantirgan. Ba'zi olimlar Xitoy Kompartiyasi 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyi oxirlashgandan keyin Xitoy iqtisodining umumiy mo'lchari texman nacharlashidi ekan. Xitoyning davlat ichi iste'molining tuvanlishi, öy-mulk bozorining davomli kasatlashishi, Xitoy iqtisodining allaburun chekinib krizisga duch kelganligi, chekidan oshgan Xitoy virusi harakatchan tozalashda yuqumning oldini olish va kontrol qilishga qattiq siyosati, Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotiga davomli ta'sir ko'rsatib qolmay chet el shirkatlarining Xitoyga mablag' solish irodasini tuvanlatib etgan. Xitoy Kommunistik Partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyining oxirlashishi bilan ta'minlash va setish hamkorlik kooperativlarini qayta aminlashtirish temasi diqqat va munozir qo'zg'amoqda. Shundaqla Xitoyning planlangan iqtisod davrining koni qaqashlari tashqi dunyoni Xitoyning keyingi qadamidan andishiga solgan. Ba'zi kishilar bu Xi Jinpingning Mao davridagi planlangan iqtisodning kon yo'li qaytadiganligini, Tayvanga qarshi urushga tayyorlik qilishning ehtiyoji ekanligini, huquqni qo'g'dash va dehqonlarni kontrol qilish deb ko'rsatgan. 24-oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasi Davlat Majlisining to'r bekiti Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti va uningga bevosita qarashli organlarning 2023-yildagi ma'murlarni qabul qilish uqtirishini e'lon qilgan.
Xitoy ta'minlash va setish hamkorlik kooperativining organ tor betining xabariga qaraganda 2020 yilning oxiriga qadar butun sistemada nahiya darajalik yoki uningdan yuqori 2789 ta'minlash va setish hamkorlik kooperativi va 49 ming xizmatchisi borligini bildirgan. Xitoyda ta'minlash va setish hamkorlik kooperativi planlangan iqtisodning mahsuli bo'lib, planliq iqtisod davrini boshdan kechirgan kishilarga nisbatan ta'minlash va setish hamkorlik kooperativlari bir ofatning boshlanganligini bildirdi ekan. Rossiyalik yoshlarning Ukraina urushida majburiy harbiy xizmat qilishdan saqlanish uchun chet ellarga qaytishi Rossiyaning qo'shni davlatlarini mushkul ahvolga tushirib qo'ymoqda. Qo'shni davlatlar Rus xalqini Rossiya prezidenti Vladimir Putinning urush tirishchanligiga qarshi isyon ko'tarishga ilhomlantirsa, yana bir tarafdan buzg'unchilik uchirgan Rossiya ishpionlarining to'polonlardan foydalanib so'qinib kirishidan ansirmoqda ekan. Natijada Yevropa davlatlari o'xshamagan inkasda bo'lgan. Gruziya, Germaniya va Armeniya qatorliq bir qism davlatlar Rossiyadan qochib kelganlarni qarshi olsa, Baltik dengiz davlatlari, Polsha va Finlandiya ishkini mahkam taqgan ekan. 21 kuni Putin qisman safarbarlik uqtirish e'lon qilgandan keyin taxminan 400 ming kishi askar bo'lmaslik uchun Rossiyadan qochib ketgan. Uningdan boshqa yana necha yuz mingdan rus xalqimi asosiy erkinlikka qo'yilgan chidg'usiz cheklimlar sababidan Rossiyadan ayrilgan ekan.